Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalini obunachilar. Ish qila oling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deydi. 2026-yilda tinib tinchimagan Farg'onani buaydasi kaminterimli ustakalar zo'r qilib yangilik qilib qo'yishdi. Bu appalavkamiz bilan 5 xil funksiyada beton quysangiz bo'lar ekan. Buni hozir ustakamiz o'zi isbotlab beradi. Qadrdonlar ko'ryapsizlar, birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalarimiz ham bo'ladi. Mehnatini qadrlab qo'yasizlar. Dom quryap turgan, kotej ko'taryap turgan, arenda biznes qilaman degan akalarga Lesa appalavkalarda bog'ida turibmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Qo'llaring dard ko'rmasin, xalqqa kerakli tinimsiz yangiliklar bilan ishlayapsizlar aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa mana fevral oyidamiz. Bahor keladi inshaalloh, qurilishlar boshlanadi. Bo'lmasa yangilikdan boshlaymiz aka. Xudo xolasa endi bitta misol komplektdan tushuntirib ketamiz. Xo'p bo'ladi. Bu yoqda o'sha 50 lik universal Lego appalavkamiz. Metrajlarini ham aytib ketsak 18 metr bo'ladi. 66 dona mana bunaqangi o'qlari, bolt gekasi, siyomliklari, o'qqa yashiqchalari bo'ladi komplektda. Bunimizda endi narxini ham bir yo'la yoritib ketdik. Aytamiz, bir yo'la, Bularimizni narxlari 8 million 200 ming so'mdan qilib qo'ydik. Nislarning qalinligi 2,5 mm pilisovoy 208 gacha chiqadi. O'lchaganda. Endi hozir 50 ligini aytyapsiz. Albatta, 50 lik. Albatta. Buni 60 ta, 70 lik, 80 lik hamma razmerlardan bor endi misol qilib beraveramiz. Hozirda borimiz 50 talik, 60 taliklarimiz bor. 80imiz ham bor. 60 taligining narxi necha pul chiqadi? 60 taliklarimiz narxi hozirgi kunda 10 million so'm qilib qo'ydik ularimizni. Ularimizda ham o'sha metraj xuddi shu holatda 18 metr, o'q, bolt geka, siyomliklarigacha hamma narsasini qilib beramiz. Ularni bir narsa, men videoni boshida aytib qo'ydim. Lego appalavkamiz, bitta appalavkada bir 4-5 xil funksiyada foydalansa bo'ladi dedim. Albatta. Shuningda ko'rsatib bersak aka. Endi bitta birinchi o'rinda boshlasak, bu yoqda uyda o'sha burchaklariga asosan, uyda burchaklariga moslab ketganmiz buni. O'sha 40 ga 40 holatda uyda burchaklarini betonni quyib olsa bo'laveradigan funksiyada ishlaydi. Xo'p. Keyin bu yoqda mana bu holatda 40 ga 40 va 30 ga 30 kolonnalar kuysagan bo'laveradi. Keyin regl kuyib ketsa ham bo'laveradi, albatta reglga. Va monolitlarga ham ishlaydi bularimiz. Monolitlarga ham bu yoqda pastda mana yerda ko'rsatib qo'yilgan monolit qilib ishlayveradi. Vohalik akalar hovuz ham quyishyapti shunda. Albatta, hovuzlarga ham bo'laveradi. Buni o'zi burchagimiz bor, prosta sotilib ketib qoldi, yuklavordi. Ko'rsatib beramiz, lekin bor u narsamizdan ham chiqazib beraveramiz. Bu aytgan razmerlarda, xudo xolasa. Gap yo'q. Mana shu funksiyalarda ishlaydi. Bu yoqda tagiga albatta mana bunaqangi monolitni stoyka olib olishadi. Tagiga, misol uchun o'zini xonasini, o'zini stoykalar ham bormi sotuvda? Albatta, sotuvda o'zimizda chiqadi hammasi. Ularni hozir ko'rsatib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Lislari bular bir xil bo'ladimi aka hozir? Misol 50 lik, 60 lik dedik-ku, qalinligi. Albatta 2,5 millimetrlik bo'ladi. Ya'ni uni klientlarimiz xohlasa 3 likgacha qilib berishimiz mumkin. Endi 4 likgacha desak, unda og'ir bo'lib ketib qoladi. O'zi 2,5 millimetrligimiz o'sha pilsovoy 208 chiqadi. Og'irligi ham, boshqasi ham normal holatda, uporlarni ham o'shanga yarashali qilib berib ketganmiz, xudo xolasa. Tushunadi. 6-7 balgacha o'sha vibrator haydasa ham ish beraveradi. Endi bu yoqda kolonnalarimizni ham bir yo'la tanishtirib o'tib ketak. Bu yoqda kolonnamiz, bunimiz 50 ga 50, 45 ga 45, 40 ga 40 kolonna ishlatsa ham bo'laveradi buni. Buni ham xuddi o'sha holatda yerga yotqizib beton quysa ham bo'laveradi. Hamma razmerda bajaraveradi. Balandligi 50 millimetrlik, balandligi 2,5 metr. Lislarning qalinligi 2,5 bunimizniki ham. Buni ko'proq domchakalarimiz ishlatishyapti buni hozir. Dom qo'yapmiz. Domga zakasiga asosan qilyapmiz. Bu yoq, buni narxlarini ham tanishib o'tdik. Mana shu 2,5 metrlik holatini narxi bittasi narx 2 million 800 ming so'mdan qilib beryapmiz. Mana shu holatda chiqadi. 50 ga 50 kolonna, 40 ga 40, 45 ga 45 kolonnalar quysa bo'laveradi. Va bu yerda bunimiz faqatgina o'sha uyni burchaklariga ham ishlataylik. Misol uchun faqatgina bizga 2 ga bo'linsin degan akalarimizga mana bunaqangi holatda turib 40 ga 40 kolonna ham qilib chiqazib beraveramiz. Xudo xolasa. Bu hozir 2,5 metrmi? Bularimiz balandligi 2,5 metr, bunimizniki 3 metrgacha ham qilib beraveramiz. Bunimizni ham xuddi shu. Bunda o'sha metrajga bo'ladi va narxi oz-moz o'zgarib. Narxi necha pul bunisini? Bunimizni narxi 2,5 million so'mdan chiqarib beramiz. 2,5 million so'mdan chiqarib tayyorlab beraveramiz. Buni ham o'sha o'zlarining ustakalarimiz qanaqangi bir
xohlasa qayerdir misol o'zgarish qilib ber desa, o'zgarish qilib berishimiz mumkin. Lekin standart holatimizda mana shu holat bo'lib chiqadi. Mana bu apalavkalarimiz-chi. Bu yoqdagi apalovkalarimiz 80 santimetrlik, 1 metrlik, ularimiz 1 metr. 3 xil holatda bor. Endi hali ko'pchilik arzonini va qimmatini, eng pulini olaman degan akalarimizga bitta mana bu apalovkamiz bor. Bularimizni chetlariga 2 ga 4 profil aylantirganmiz. Hop. Va mana bu chekkalarini o'sha Lego formada deyiladi. Ha. Mana bunaqangi teshib, lazerda teshib tayyorlab ketamiz. Buni mana sizga ham bunga tushuntirib o'tib ketaylik. Mana bunday mana bu holatda birlashadi. Birlashganda orqasidan o'sha bolt keykada qatir qo'ysa bo'laveradi mana bu yerga. Bolt keykada qatir qo'ysa bo'ldi. Ham choki ham zo'r chiqadi, ham sifati ham zo'r chiqadi. Bularimizni jilizi, listlarini qalinligi o'sha 2,5 lik listdan 2,8 mil o'sha pilisavoyda endi. Pilisavoy chiqadi. Bularimiz narxi 13 million 800 ming so'mdan chiqazib beryapmiz. Bularni. Uzunligi 18 metr. Uzunligi 18 metr bularni komplektida. Komplekt hammasi bor ekan. Hammasidan bor. Xohlasa. Endi bu yoqda bunimizda eng arzon variantimizdagi bunimiz palasalarimiz 3 qatordan berilgan. Lekin baquvvat jihatlama zo'r, lekin bu ham zo'r ish beraveradi. Tevasini o'sha universal qilib turib, misol 20, 30, 40, 50 gacha quysa bo'laveradi bunda ham. Qo'yib tayyorlab ishlatsa bo'laveradi. Lislari o'sha 2,5 millimetrlik. Bularimiz narxi 12,5 million so'mdan bularni ham chiqarib beraveramiz. 12,5 million so'mdan qilib tayyorlab berilaveradi. Komplekt holat. Albatta. Komplektda o'sha o'q, syomnik, o'qqa yashiq, ikkita burchak, hamma narsasi bor bularda. Просто ko'rgazmaga sal chiroyliroq bo'lsin deb shunaqa qilib qo'ydik. Endi bu yoqda o'sha konteyner listdan tayyorlay turganimizdaqangi chetlarini, misol 3 mm, 2 mmlik qaytarib, orqasiga mana bunaqangi o'zinikidan 12 lik kapalakdan qo'yib, yangi list kapalak qilib tayyorlab qo'yganmiz bularimizni. Kачествоsi ham xudo xolasa zo'r holatda chiqyapti. Bularimizni listlarning qalinligi 2 mmlik. Buni yengilroq bo'lishi uchun baquvvat jihatli buni palasalar orqasidagi kapalaklarni ham 5 talik qo'yib ketilgan. Xudo xolasa 6-7 ballali vibratorga solgan taqdirda ham zo'r ishlaveradi xudo xolasa. Nimamizdan o'tgan, sinovimizdan o'tgan. Bularimiz narxi 13 million so'mdan chiqarib beryapmiz. Bularimizdan ham bor xudo xolasa sotuvimizda, nalichimizda. Hop. Endi bu yoqdagimiz 80 talik. 80 talik kak o'sha 1 metrlik, o'sha birinchida ko'rsatgan 1 metrlik apalovkamiz bilan kачестволari bir xil. Listlarning qalinligi 2,5 millimetrlik. Chetlariga o'sha 2 ga 4 profil aylantirganmiz. Bu yoqlariga o'sha bir-biriga yopishganda bolt keka bilan qatirib ketsa bo'laveradigan versiyada chiqarilgan. Buni ham aytib ketak, mana bunaqangi holatda bir-biriga kiyishadigan ham chiqarib beraveramiz buni ham. Mana bu holatda ham qilib beraveramiz. Endi buni ko'pchilik akalarimiz hali zakazga aytishganligi uchun shunaqangi chiqarib tayyorladik. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, 80 santimetrligimiz 12 million 300 ming so'mdan bularni ham chiqarib beraveramiz. Komplektini. Xudo xolasa shu hozir asosiy nimalarimiz, tiklab qo'yganlarimiz shular. Endi ichkarilarda ham bor, xudo xolasa. Lesalarimiz-chi aka? Lesalarimiz. Bu yoqda bularimiz lesalar 1.7 stenkada. Bu yoqda o'sha koreyskiy deydimi? Kurchoklar, ha? Kurchokli variantda. Hop. 1.7 stenka narxi 640 ming so'mdan qilib qo'ydik bularimizni ham. Hop, balandligi, uzunligi necha bo'ladi bular? Balandligi. Eniga 92, bu. Eniga 94. Mindagi eniga ham 2 metrlik, balandligi ham 2 metr. Narxi o'sha 640 ming so'mdan chiqarib berilyapti. Xo'p, undan tashqari betona mishalkalarimiz, ha? Betona mishalkalarimiz. 0.25 kubami? Bularimiz 0.25 kubali, Xitoy motorli, mis alyumin xohlaganlarga yo'ldan ham qilib berishimiz ham mumkin. Bitta bularimiz ham o'sha ikki tomonlama to'kadi. Mana shu holatda. Bularimizni narxi alyumin atmotkamiz 3,5 million, mis atmotkamiz 3 million 700 ming so'm chiqarib beryapmiz. Motorlarga ham o'sha 3 oygacha garantiyalari bor bularga. Tushunadi. Monolitning stoykalar. Monolitning stoykalarimiz 2.10 ga o'zini bo'yi 2.10, ko'tarilish vazni 370 gacha ko'tariladi. Hop. Bularimiz narxi 200 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. Endi ko'p olgan akalarga 100 tadan yuqori olinsa,
Ularni ham narxini ham keyin dastlabkasi masalasi bo'yicha ham baholasa kelishamiz bu to'g'risida. Tushunarli. Apalavkalarimiz ham shu yaqin atrofga bo'lsa, o'zimizni territoriyalarga bo'lsa bir kelishilaveradimi? Albatta, misol uchun Lego apalovkamizdan aytaylik, 8 million 200 ming so'm narxi bo'lsa, misol 2 ta yo 3 ta komplekt olgan akalarimizga shu vodiy bo'yicha dastavkasini tekin qilib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Chiroyli narxlarda. Yana nimalar qolyapti usta aka? Gapiriladi. Endi bu yoqda zina apalovkalarimiz bor. Hop. Bu yoqda mana faqatgina 40 ga 40 Aha, kolonna. mana shuni aytaylik. Bunimiz o'sha 40 ga 40 kolonna, balandligi 3 metr. Listlarni qalinligi 2,5 mm, 4 ga 4 profil, 2,5 ga 4 profillar ishlatiladi. Bularimizni narxi 2 million 800 ming so'mdan qilib qo'ydik bularimizni. O'zi 3 million oldingi videomizda ham 3 million so'm qo'yilgan. 2 million 800 ming so'mdan chiqyapti. Bunimizni ham 1 metr, 1,5, 2 metr, 3 metrliklari razmerlarda chiqazib beraveramiz bularga. Xudo xolasa. Bu yoqda endi orqa tarafda bu yog'imiz ham ustaxona endi to'polon bo'lib ketmasin deb to'xtatib turibmiz hozircha. Aha. Bularimiz o'sha 7 ta pog'onali zina apalovkamiz. Buni qulayligi, qanaqa qulayligi degandagilarga bunimiz bo'linadi, oshiq-moshiqli. Oshiq-moshiqda sug'urib qo'yib turib, bu yoqda 4 pog'onasini отдельно ham ishlataverasiz. Kerakli paytda bu yog'ini qo'shib, bu yog'ini ham ishlatsangiz ham bo'laveradi. Ana Buni 7 ta, 8, buni 8 ta pog'onalimiz ham bor. U ham xuddi shu versiyada chiqadi. Narxi ikkovniki ham bir xil 2 million 300 ming so'mdan chiqazib beraveramiz. Misol beton devor tarafga, devorda o'ziga ham qatirib qo'ysa bo'laveradi. Albatta, devorda o'ziga ham qatirib qo'ysak bo'laveradi. Shunga betdan o'sha devor tarafda ankellanadi, betdan upor berib qatirib qo'yilsa bo'ladi. Mana shu holatlarda listlarini qalinligi 2,5 millimetrlik, pog'onamiz 15 santimetrga, bundayimiz 30 santimetrlik. O'sha standart. Ha, standart holatda, boltga egalarda qatadi. Tushunarli. Endi bu yoqda aravachalarimizga kelsak, aravachalarimiz bu yoqdagilar bularimiz mirovoy balon. Xuddi shu holat skuterimiz ham bor edi, tugab qoldi. Bularimizni narxi mirovoy balonlarimiz 480 ming so'mdan chiqazib beryapmiz. Bu yoqda mashina balonlarimiz bor. Bunimizda ozgina ishlanmasi ham boshqacha, tillari ham, quloqchalari ham ikkitadan bir tayyorlaganmiz, uporlari ham ozgina ko'proq. Bularimizni narxiga kelsak 520 ming so'mdan qilib beryapmiz. Buni ham xohlasa skuter balonga ham xuddi mana shunaqangi qilib turib tayyorlab berishimiz mumkin. Endi bu yoqda bularimiz o'sha apalovkalarimiz xohlasa tayyor holatda. Xudo xolasa zakaz qilsa sotuvda mavjud hozir. Sotuvda mavjud. Hammasidan bor. 4 ta, 5 ta komplektda hamma shu 27 santimetrdan 1 metrgacha bor. Bu yoqdagi buni ham ko'rsatib o'tib ketsak, bu yerdagilarimiz o'sha 1 metrlik apalovka, bunimiz konteyner listida 2-2 listdan tayyorlangan. Sifatlari ham xudo xolasa zo'r holatda buni ham chiqarib beraveramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, bularimizni 9 million so'mdan qo'ydik. Yana buni ham misol 2 ta, 3 ta komplekt olgan akalarimizga xudo xolasa kelishilgan holatda chegirmalar qilib tayyorlab beramiz. Xo'p, 27 santimetrliklarimizni ko'rsatamiz, ha? Endi bu yoqda. Bu yoqda 27 dan 27 santimetr 30, yangilik 30liklarimiz bor hozir nalichida. Bu 30 santimetrligimiz konteyner listdan tanishtirib o'tib ketamiz. Bularimizni qalinligi 2,2 bo'ladi. Standart 18 metr, o'sha 66 ta o'q, voltga syomniklari bo'ladi komplektda. Bunimiz narxi 3 million so'mdan qo'ydik, hozirlik kundagi narxi. Bu yoqda 27 santimetrligimiz, bularimiz ham общий metraj o'sha bir xil 18, o'q, voltga egalarni beramiz. Narxini 2 million 500 ming so'mdan bularga ham chiqarib beryapmiz. Bu yoqda yangi listdan tayyorlangan apalovkamiz, o'sha 30 santimetrlik. Bunimizning narxini 3 million 800 ming so'mdan chiqarib beryapmiz 30 santimetrligini. 27 santimetrlik bo'ladigan bo'lsa 3 million so'mdan buni ham chiqarib beraveramiz. Jilizilin qalinligi, list qalinligi xollasa 2,5, xollasa 2, xollasa 2,8. Farq yo'q. Shunga qarab narx-navosi o'zgaradi. Bunimizdagi nimasi 2,5lik list qalinligi. Xudo xolasa hozircha shular. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsa, inshaalloh yana batafsil ma'lumot berib, zakazini qabul qilib yetkazib berilaveradi. Albatta, bizning o'zlaridagi yangiliklar bo'ladigan bo'lsa yo boshqa mana bunaqangi holatda qilib bermangga deydigan bo'lsa, qilib chiqarib tayyorlab beraveramiz. Uni bizga qizig'i yo'q. Xudo xolasa chiroylab tushuntirish berishsa, bo'ldi. Gap yo'q. Qadrdonlar, mana shu ishlab chiqaruvchi akalarimizning mehnatini qadrlab, kaminani mehnatini qadrlab,
Mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatullohni ushlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin.